Assalomu alaykum. Bosh miya ortki arteriyasi tarmog'i. Bosh miya ortki arteriyasi tarmog'i qadaqsimon tana, bu mozolistniy telo deb ataymiz. O'sha qadaqsimon tananing katta qismini qon bilan ta'minlaydi. Yarim sharning konveksial yuzasiga o'tib, ularning qon tomir tarmoqlari bosh miya oldingi va o'rta arteriyalarning kortikal, ya'ni korkoviy qon tomir tarmoqlari bilan anastomozlashadi. O'rta miya arteriyalarining 3 ta qon tomir tarmoqlari bosh miya yarim sharlariga chuqur kiradi. Bular talamo perforatsiya qiluvchi arteriya, premamillyar arteriya hisoblanadi va talamo tizzasimon arteriya deb nomlangan. Ular talamusning orqa pastki qismi va gipotalamus sohasini qadaqsimon tana, ya'ni mozolistniy teloning qalinlashishi, ko'ruv toji, ya'ni zrительный venus deymiz, va Lewis tanasini qon bilan ta'minlaydi. Orqa miya arteriyasining boshlang'ich qismida qon tomir tarmoqlari bosh miyaga chuqur kirib, orqa gipofiz beziga, orqa gipotalamusga, talamusning orqa o'rta yadrolariga va tizzasimon tanachalariga cho'ziladi. Bu qon tomir tarmoqlarining eng katta 3-chi qorinchaning xorioid qon tomiri chigalidan tugaydigan orqa varsinkasimon arteriyasidir. Orqa miya arteriyasining orqa va yon qon tomir tarmoqlari orqa gipotalamusga va ichki kapsulaning orqa qismiga to'g'ri keladi. Talamo tizzasimon qon tomir tarmog'i alohida ahamiyatga ega. Uning okkluziyasi odatda Dejerin-Russell sindromiga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat.